Ko'kosh operatsiya qilingan klinikada katta janjal kelib chiqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ko'kosh bugun yana 4-marotaba jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Hozirda uning sog'ligi qanday va bu yerdagi janjalga nima sabab bo'ldi? Oydinlik kiritamiz. Bitta aholini ko'ringlar, haqiqatdan yo'q. Bo'ldi. O'zlari kirsinlar. Yo'q, birga ko'raman. Oching, oki mana kiramiz ko'ramiz. Men vaqt chaqirib qilmayman, so'z qo'yaman, oching. Men chaqiring, oching. Ochiq, torting. Ochuv eshik. Bosing ruchkani. Eshikni o'ziga torting. Ha, naryoqda ushlab turish. Oching eshikni. Aka. Yo'q, ochiq ekan-ku. Aka, ochiq ekan-ku. Odam o'zini qornini operatsiyasini ahvolini so'rasa, doktorlari mazam bo'lmayapti deb yotib olib, shunaqa janjal bo'lyapti. Med konsultant o'zini talabini, bemori talabini ham bajarishmayapti. Sevinch degan qizni